Assalomu alaykum. Dunyodagi har qaysi joylardagi aziz qarindoshlar. Men Erkin Sidiq. Amerikaning Kaliforniya shtati Los Angeles shahridagi uyimdan sizlarga so'zlayapman. Bugun kallamga bir ish kelgan. Shu vaqtda sizlarga bir maslahat beray, bir narsani tashabbus qilay deb bu yerga chiqib qoldim. Ben adette o'z oldimda video ishlamaydim. Bu video ishlashning xatolardan emas, undan emas. Meniki bizning bir necha qarindoshlarimiz bor. Davomli bir suhbat o'tkazsak deb talab qilib turdi. Boshqa bu boshqa shularga fursat berib shularni birga qilay deb. Men o'zim odatda ayrim chiqmaydim. Hozir shu meniki zaman vaqtda jiddiy bo'lib qoldi. Men safarga chiqish oldi turibman. Şuna bugün keştem şu kalam kelgan bir ishni sizlarga deb qo'yay deb o'yladim. Hammamizning xabarda bor 9-chilar bizniki naqshchimiz Abdurahim Beyt qarindishimizni o'lib ketdi degan xabar tarqaldi. 10-chilar Xitoy uniki bir videosini chiqarib, o sağ ölmedi degan yani bir narsani chiqadi. Bu bir siyosiy o'yin. Bu hozir nurg'un odamlar biladi buni. Endi odamni bak ichindirgan ahvol nima desa, hozir bizning vatandagi lagerga ushlangan 1-2 million qarindishimizdan boshqa yana 500 mingdan 1,5 milliongacha qarindishimiz ishga yo'tkaldi va yo'tkalyapti hozir. Ularniki mangani bosib kelmas yo'l. Nima shunday desam desanglar, ammo bu Qahraton qish degan jurnalning shu Xitoydagi muxbirlari nurg'un ishlarni egallab aqoqidan taqatdi buni maqola qilib yozib diqqat qilib. Men ularniki ikkisiniki mazmunini burun so'zlab bergan o'sha videolik programda. Yaqında yeni çıktı bu program. Endi o jurnalning adamlari degani Xitoy hukumati jami 500 ming odamni yetkazishni qaror qildi. Ular asosiyatan erlar, yoshi cho'nglar 70 yoshdan oshganlarmi bor deb dedi. Yana bir Xitoy ziyolisi Machatalda Alicia so'zlab yuradigan videoda. U Gansuda yasalgan bir jazo lageriniki Sinya emri orqali tarqatilgan rasmlarni ko'rsatdi. U 2013-yili yasalishga boshladi ekan, o'tgan yil bitibdi. Buningga 1 million odam sig'adi ekan. Shunga meniki o'zimning o'lchari hozirgi bu son bek cho'ng. Gansuga 1 million, Ishkirga 500 ming, shunga 1,5 million bizniki Uyg'ur erlarimiz şu bosib kelmas yo'lga ketdi degan gap. Nimishqa bosib kelmas yo'l desanglar, bu yetkazgan qarindoshlarimizniki hech qaysi o'zi bilmaydi. Ularga qat'iy bildirmagan yetkazganligini. Butunlay daraja itilgan avtobus yoki poyezdlar yetkazadi. Anikin qat'iy gap qilmaydi o'zaro, hatto sochlarni gap qilmaydi. Bu poyezddagilar nega ketib qolgan bilib qolmasin deb. Anandaki uydagilarga xabar qilmaydi, uydagilar muhmaydi. Shu bular yetkazib borgan turma degan turma atrofidagi Xitoy xalqini bilmaydi. Shu yüzib yashayotgan yerdagi turmaga Uyg'urlarning yetkazilganligini ular bilmaydi. Bu nima desa, bizniki bu qarindoshlarimizni ashada o'lgich ishiltib, shu yo'q qilmoqchi. Shu men bosib kelmas yo'l deb o'ylayman buni. Ben vatanga oxirgi qatim 2009-yili borgan, 5-yil vaqasidan bir ozroq vaqt burun, 20 kunlik vaqt burun qaytib kelgandim men. Undan keyin Xitoy menga viza berishni to'xtatdi. Opam 2010-yili o'tdi. Tuprog'ini ko'p baxmadim. Nurg'un tuqqanlarim bor. Ularniki qasi sırtta qaysi lagerda kimlar hayat, kimlar tüyab ketdi onu bilmayman. Akam inlerim bilan
görüşmeyeli 2 yılını açtı. Barınç bakmalı. Ondan başka meniki nurgun ziyaret kaldıran batı. Otur mektebindeki malimleri, maharipçiler, Ali mektebinin profesörleri, yazgıçılar, şair, artist, müzikat degandek 20-30 tanışırım batı. Meniki bugünümde de zaman hazır kadar duyularım içinde şu tutup ketkelerden 20-30 adam var. Uygur serkerlerden de endi. Mavu meniki Ali mektebdeki sağdaşım Gülmurat Tursun. Biz 5 yıl Ali mektebde bilib qo'ygan, mening yaxshi do'stimdi. Keyin u Yaponiyaga berib, men burun men o'qigan maktabga berib, magistrlik ilib qaytib ketib, ondan keyin professor bo'lib, uchur va elektronlik injenerligi institutiniki muavin boshlig'i bo'lgan. O'tgan yil 2-oyda yo'qolib ketibdi. Yo'qolib ketib, ayoli Aygul ro'yijatdan ro'y kasal bo'lib, keyin Dilmuratniki sulanganligini, keyin o'lim jazosi berilganligini 2 yil kechtirib e'lon qilganligini degandek gaplarni angladim. Mao meniki Oqsubrun o'tirdiki do'stlarimdi, birisi Abbas Moniyas yozuvchi, aslida Oqsubrun o'tirda o'qituvchi, adabiyot o'qituvchisi, keyin kasbiy yozuvchi bo'lib ketgan. 20 kitap e'lon qilgan. Tursunjon Azim Şinjan Üniversitesi'ndeki tarix fakültesini bitirib Oqsubrun o'tirda tarix ma'lum bo'lgan. Orxun turbeti degan turbetini qurib, Uyg'urlarga oid nurg'un tarixiy materiallarni chiqqan. 5-yildan keyin ketib buni. Keyin qo'yib 7 yildan keyin qo'yib mana yaqinda lager yashashga boshlaganda yana ketibdi. Mana ertaman meniki o'rta maktabdagi adabiyot o'qituvchim bo'ldi. Hozir 80 yosh. Bu ma'lumotni tutib, uni kesitibdi aniqligimda. Menda bunaqa misollar bak ko'p, albatta men degandek mustaq sarxil ziyolardan 20-30 adam bor. Men aralashgan odamlardan ham tutilib ketgan. Endi bu qatim bu Abdurrahim Heyit lagerda o'libdi degan xabar chiqqandan keyin Xitoylar o'lmadi, mana bu video ishlab chiqadi. Bizniki hammamizniki mustaq yo'qolib ketgan odamlarimiz bor, bak ko'p ular. Nurg'un qarindoshlar hozir qadar o'z oldiga isbot berib video ishlab YouTube'larga qo'yib qo'ydi. Menimcha bu ishni bir do'lqin misol yuqori palga ko'tarsak, qanday ko'taramiz degan chog'da shu oldimizdagi bir ishga yaptığımki ichida shu shanba kun dam olish vaqtida har bir Uyg'urlar ko'p yig'ilgan shahardagi Uyg'urlar bir yerga jam bo'lib bo'lsa işte birdan oila a'zolari otasi dadasi yoki akasi singlisi degandek tuqqanlarni rasmini olib bir yerga yig'ilib bir 20dan 50 adam bir uyga yig'ilib mesela tutib turib uni shu odamlarning ichida isbot berishni xohlaydigan kishilarni eng oldin qurg'ul to'g'izib ashlarni birisini 1 minutdan so'z etib video ishlab ashunda qilsak mana ayrim qilgan qaraganda buniki roli cho'nroq bo'ladi. Buni so'zlagan vaqtida imkon qadar inglizcha so'zlasak, eng yaxshisi o'zimiz yashayotgan davlatning tili va inglizcha. Agar faqat bo'lmaydi degan taqdirdami o'zimizniki yashayotgan davlatniki tilida so'zlab, masalan turkiyaliklar turkcha, germaniyaliklar germancha degandek inglizchani qo'sha olsak eng yaxshi. Shunday qilib shu chet elda Uyg'urlar to'plashgan shahardagi Uyg'urlar bir kun ozroq bir soat vaqtni ajratib ishni qilsak, videoning sifati yuqoriroq bo'lsa, imkon bor bütün öndeki kişilerin hammasi ko'rinadigan ahvol bo'lsa, videoni apparatni yuqoriroq izroq tortib, so'zgichilarga mikrofon berib so'zlasa, bütün ko'rinish ko'rinib tursa, har bir yerga to'plashganlarning ichida kam degan 10 odam so'zlasa,
agar charaq olsa 20 dak adam. Hatta qo'g'anchada bir video 10 minutdan 20 minutdek video bo'ladi. Shundaq videodan 20-30 ishlansa, aşağının hamısını bir yoqqa qo'yib qo'ysak, Xitoyniki nayrangvozligini ichib tashlay olamiz. Hozir bizniki shunchalik odamlarimiz yo'qolib ketib qolsa, ashundaq vahshiy ishlarni qilib yetib, yana yaqinda Amerikada turishliq Xitoyniki bosh elchisi biz Uyg'urlarni normal insonlarga aylantirish uchun sulduq deyotdi. Qo'rqmay turib. Biz Uyg'urlar normal inson emaskanmizmi? Men o'sha haftaning oxiri Avstraliyaga berib, shu shaharda leksiya so'zlayman. Mehmet To'xti efendim bilan ikkimiz. Men shu yerga borganda har bir shaharda yarim soat vaqtimizni chiqarib mushni qilishni orzu qilaman. Men qatnashmayman unga. Her bir shaharniki qatnashmayman, ayrim odamlarga chiqib so'zlayman inglizcha. Bosmushni o'rlashtirsak. Bu bir platdak pakt oldu. Bunu ayrım qildik. Hozirlikda izleydisini topib olmaydim alternativ. Oson emas. Bir qatimiz esa 10-20 chiqdi ayrım. Andikin tilda ko'pincha Uyg'ur jo'g'ashqa chet eldagi muxbirlar, hukumatlar agar foydalanadi desa, qulaylik emas bu. Hozir bu Uyg'urning fojiasi bir amaliyot. Bizniki o'zimizning fojiasini dunyoga anglatish haqqimiz bor. Hozirmi o'tirish chiqishga jur'at qilmayotgan durun qarindoshlar bor. Ularni men to'g'ri tushunaman. Uzun muddat Xitoyniki ashundaq qattiq besimi, zulmi, azobi, ichida yashagan ekan odam qo'rqincha qolib qoldi biroz. Yana bir tarafdan men bir qattiq shayotman hozir. Uning sababi nima desanglar, biz cho'qim mushundaq do'stlarimizni, ma'lumlarimizni, tuqqanlarimizni keyin uchirtib ko'ramiz bir vaqtda. Yoki ma dunyoda ko'ramiz, bu dunyoda ko'rmasakmi, yana bir dunyoda ko'ramiz ularni uchrashimiz. Shular uchrashgan chog'da aka, ukam, sen lagerga sulallik tuğa vaqtında men chet elda turib, o'zim qolayga ishning hammani qildi. Sizni qutqizish uchun deyoladigan bir holat yashaydi deb ashula qilyapman. Buni boshqalarni o'ylab beqish kerak. Men ki ashani ko'rga vaqtimda agar ko'ralsak, hayot ko'ralamdik yoki keyingi dunyoda ko'ralamdik. Ko'ramizmi? Keyingi dunyoda cho'qim ko'ramiz. Ko'rga vaqtimizda nima deymiz ularga? Ashani ko'zi qarab turib, "Apa, dada, men seni qutqizish uchun chet elda o'zimning qo'lidagi ishlarning hammani qilib baqdim" deyalandik deyman. Bu narsada o'ynash kerak. Shuna adaki faaliyet pek mühim. Ameliyatda bu faaliyetninki başka faaliyetler bilan hech qanday to'qinishi yo'q. Yaqinda bir qism qarindoshlar çok namoyishlarni o'rlashtiryapti. Hammasi intayin esli ishlar. Bu men degan ish ular taqashmaydi. Shunga shunaqa bo'lgandan keyin hozirgi vaziyatda men degan mishada tavsiya qilgan ish eng muhim ish. Hozir butun dunyo Abdurahim deydi qarindoshimizniki ahvoliga ko'zini tikyapti. Ashta vaqtda haqiqiy o'tkatganlarning undaq oz emasligini chet eldagi har bir Uyg'urning Xitoy lageriga kirib ketgan, hozir hayotligi yoki emasligi noma'lum bo'lgan kishilarimizning intayin ko'pligini dunyoga deyishimiz kerak biz. Ma qilamsa, har xo'sh Allohga omonat.